Diqqat! 5-6 noyabr kunlari barcha tumanlar sovuq va nam. Ogoh bo'linglar! Diqqat! 5-6 noyabr kunlari O'zbekistonning barcha hududlariga sovuq va nisbatan nam havo massalari kirib keladi. Ushbu kunlarda ob-havoning keskin o'zgarishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tog' oldi va tog'li hududlarda esa qor yog'ishi mumkin. Kechalari harorat odatda 3 daraja iliq, tog'li hududlarda esa sovuq bo'ladi. Shamol shimoli-sharqdan esadi va ba'zi hududlarda kuchayib 13-18 metr sekundgacha yetishi mumkin. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida harorat kechasi -12 darajagacha sovuq, kunduzda esa -3-2 daraja atrofida bo'ladi. Bundan tashqari havo haroratining keskin sovishi tufayli tog'larda qor ko'chish xavfi ham e'lon qilindi. Shuningdek, vodiy hududida ob-havoning sovuq va shamolli bo'lishi sababli mutaxassislar fuqarolarga ochiq havoda faoliyatni kamaytirish va ko'chaga chiqqanda niqob taqishni tavsiya qilmoqda.